Assalomu alaykum akalar. Bugun juma kuni hammaga xayrli, barakali bo'lsin. Xudo xohlasa biz ishlarni boshlab yubordik. Navbatdagi avtomobilimiz Labo bo'ladi. Bunisi shinray, tayyor bu ham berib yuboramiz. Bunisi ham tayyor. Bunisiga keladigan bo'lsa, ozgina ishlari bor, xudo xohlasa. Buni ham kechgacha bitirib beramiz. Xo'p. Surxondaryo Denov tumanidan bizga pochta qilib, Isuzuda berib yuborgandilar aka. Chiroyli qilib ishlarni bitirdik. Ko'rib turganingiz oldi tomonlariga yangi